Nazira Muhammad Salih. Avazda Nurjamal. Özünün bugündən narazı adam hayatlıq xəritəsini qayta sizib çıxmaqçı buldu. Hazırdan qanaat tapmagan xalq imkansız reallıq bilan g'oya orasidagi siqilishdan bir chiqish yo'li izlaydi. Bu ta'xirsizlikni tushunish faqatla birinchi qadam. Gap shu yo'lni qandoq tepish, ishni qayerdan boshlab, nimalarni qilishda. Yenimga maslahat so'rab, yo'l so'rab, tasalli so'rab kelgan ayollar meni taksiz o'ylarga boshlaydi. Birileri balasını qandaq o'qitish haqida, birileri o'zining takomilligi va mangulik baxti haqida, yana birileri eridan arazigan, ko'ngli og'irgan, tashlab etilgan baxtsizliklar haqida so'rashidi. O'z baxtiga nurg'un narsalarni chetib olgan odamning azobi ko'p bo'ldi ekan. Bir elgi sulton, bir oilaga pasibon bo'lishga tegishlik, ammo o'z ahli ayoliga ega bo'la olmagan, to'g'ri yo'lga boshlay olmagan erlarga insof, diyonat va majburiyatini bildirish kerak-ku. Oiladan iborat eng sharafli xizmat o'rnini yaltiroq, o'tkinchi narsalarga tegishib, ayollik va onalikning ulug' martabasidan nisbador bo'la olmagan ayollarimizga haqiqiy baxtning nima ekanligini o'rgatish kerak-ku. Ata-onasi hayot turib, tarbiyasiz qilib, ikki dunyolik baxtidan quruq qilayotgan bolalarimizni jannatning yo'liga boshlash kerak-ku. Ishkidan chiqqan yo'q barar joyini o'ylashdan g'aflatda qilayotgan kishilarga hayotlik kaynidagi yana bir hayotlikning ovozini anglatish kerak-ku. Taraf-tarafga so'zilgan bu izlanishlarim ayol degan bir so'zga kelib to'xtaydi. Mayli qaysi tarafdan yo'l izlamoqchi bo'lay, baxtimiz va taxtimiz, taqdirimiz, yo'limizning yo'riq sohillari ayol otli qirg'oqqa tutishidi. Ayollar yerim dunyo deyishidi. Bu ayollarning jamiyatni tashkil qilguvchi, o'ziga munosib hayotlik yukini ustiga olguvchi a'zo ekanligiga qaratilgan. Lekin shuni unutmaslik kerakki, bu yerim dunyo dal qolgan yerimini tuqquvchi va tarbiyalaguchidir. Men diyonatlik, axloq fazilatlik, bilimlik farzand tarbiyalash to'g'risida qalam tavratmoqchi bo'lganimda, farzandning tunji ustozi halol harom, haq nohaqni suti bilan har bir nafaslari bilan baliq singdiradigan ona bo'lmish ayol tarbiyasidan atlab o'tolmadim. Men mavjudlik va taraqqiyotning ul asosi bo'lgan oila to'g'risida so'zlamoqchi bo'lganimda, pokligi, diyonati, mehr muhabbati bilan oilani kichik jannatga aylantira oladigan, aksicha bo'lganda buzuq tabiatlik farzand bilan chak-chekidan yemirilgan vayrona oilani bino qilib, bizni halokat qaynamlarga ittiralaydigan ayol tarbiyatini diqqatimning sirtida qoldira olmadim. Ummatning istiqbolidek cho'ng ishlarni qo'yib turayli. Oddiysi turmushimizdagi to'y-to'kun, o'lim yetim ishlaridagi qadimdan tortib davomlashib kelayotgan qilibni buzish yoki tuzashning ochqichi ayollarning qo'liga tutqizilgan. To'y-to'kun, o'lim yetim bir millatning diniy e'tiqodi, urf-odati va an'anasi eng ro'shan gavdalanadigan alohida marosim shakli. Ajdodlarimiz bularni o'z e'tiqodiga munosib ravishda ortiqcha yasham daram, shuhratparastlikdan xoli, oddiy sodda o'tkazib kelgan. Ammo bugungi kunlikda bizning to'ylarimiz, hattoki o'limlarimizda paydo bo'layotgan yangicha qoida-usullarning ijodchisi dal ayollardir. Ne bir diniy asosi, ne bir dunyoviy manfaati yo'q bu qoida-usullardagi pul mal isrofchiligi, vaqt isrofchiligi, zehn isrofchiligi nikoh musiqasini egizlatib, kishilarning iqtisodiy besimini oshirmoqda. Qiz-yigit tanlashdagi amal o'lchamlarimiz qayrilib qilib, mol dunyo birinchi o'rin qo'yilg'achqa, diyonat, axloq fazilat, mehr vafo ustiga qurilmagan oilalarning buzilishimi tiz bo'lmoqda. Mana bu yangi qoida-usullarni ijod qilgan, yo'lga qo'ygan, baslashgan ayollar, erlar bo'lsa ergashguchidir. Ayolni tuzmay turib, bu illatlarni tuzigil bo'lmaydi. Bularni tuzash dal ayollarni tuzashdan boshlandi. Suriyalik mashhur ulamo, diniy islohotchi Ali Tannavi bir qatimliq leksiyasida mundaq degan: "Ey qizim, men hozirgacha 50 yil umr ko'rdim. Dunyodagi nurg'un mamlakatlarni kezdim. Nurg'un yaxshi yomon ishlarni ko'rdim. Nurg'un ishlarni tajribamdan o'tkazdim. Men bu gaplarimni
Mening 50 yillik tajribamni chiqish qilib turib so'zlayapman. Ham sana nasihat qilyapman. Odamlarni isloh qilamiz, tuzitimiz deb ko'p kuchidik. Hatto to'la so'zlab og'zimiz taldi. Nurg'un kitoblarni yozdik. Qo'llarimiz taldi, qalamlarimiz supurdi. Biz odamlarni tuzitimiz deb kuchigan siri odamlarda aksicha buzilish ko'payib ketyapti. Hatto bir shahardan yana bir shaharga eqiyapti. Odamlar jannatning eshigining nada ekanligini bilib turib, aksicha do'zaxning eshigiga o'zini etyapti. Ko'krak ochiqlik, bosh yalang'ochlik, behayolik, sharmi hayoning ko'tarilib ketganligi bir shahardan yana bir shaharga so'zilmoqda. Biz shuncha so'zlab nijot topolmadik. Muvaffaqiyatga erishimiz deb gumon ham qilmaymiz. Nimishqa buni bilamsan? Bizning odamlarni tuzitimiz deb shuncha nasihat qilib, shuncha da'vatlarni qilib natija qozona olmadik. Asli biz odamlarni ko'zitadigan yo'lni topolmagan ekanmiz. Kiradigan eshikni topolmagan ekanmiz. Biz eshikdan kirmay, derazdan kirishga urinib yuribdik. Odamlarni ko'zitadigan yo'l qayerda? Uning ochqichi kimning qo'lida ekanligini bilmay yurgan ekanmiz. Oxir bildikki, odamlarni tuzitishning ochqichi ayollarning qo'lida ekan. Odamlarni tuzitadigan yo'lning bekiti ayollardan boshlanadi ekan. Afsus, bu haqiqatni biz amaliyotda ko'rsatish emas, texnicha engimizda oydinlashtirib xulosalab berolmadik. Ilm talab qilish har bir ayol musulmon farzdir. Degandek, qiz ayollarga ilm o'rgatish, o'qitish, yaxshi tarbiyalashdek ta'limotlar buyuk dasturlarimizda aniq aytilgan. Yusuf Hasajibdek faylasuf olimlarimiz o'z asrida tug'ilsa sana ay kabi qiz o'g'il, anga tarbiyachi sen o'zingni bo'l. O'g'il qizga o'gat bilim ham adab, birir bu anga ikki dunyolik nab. Deganidek keskin holda o'tir qo'yilgan bo'lsa-mu, yaqinqi zamon tarixida millatning taqdiriga munosabatlik bu muhim nuqtaga toza ahamiyat berilmay keldi. Mashhur qozoq tarixchi Cho'qon Valixonov 1858-1859 yillari Şinjan'da elib bargan tekshirishlarida Uyg'urlar haqida yozgandagi bayonotlarida mundaq degan: Bu yerdagi Uyg'urlarning ko'zlaridan chechanlik chiqib turdi. Ammo bularning holi baxarob ekan. Chunki bular ayollarni o'qitmaydi ekan deb yozgan. Hozir ma'rifning umumlashishi bilan qiz ayollar ilm elish, o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa-mu, aqida, odamiylik, axloq fazilat yetildirishni emas, imtihonni yuqori numr elish, maktabdan maktabga o'tishni o'lcham qilgan ma'rif bizga kutganimizni berolmadi. Mushundaq ahvolda bizning oilaga yukliginimiz, kutadiganimiz, muhtojligimiz hassilab boshdi. Aslida shundaq bo'lishi kerak edi. Chunki tarbiya, oila, maktab, jamiyatdan iborat 3 tarafni o'z ichiga olsa-mu, inson hayotiga eng cho'nqur va o'chmas tamom bosadigani oila tarbiyasi edi. Ajdodlarimiz azaldan oilani cho'ng bilgan, halol harom chegarasini aniq belgilangan, aqida, adab, axloq, mehr muhabbat bilan oilaning birligini, mukammalligini ro'yobga chiqargan. Ajdod izini o'chirmaydigan, yaramliq farzandlarni tarbiyalab, zamonni zamonga izlagan. Oilada erga, ayolga o'xshagan. O'rnak qilishga arzigidek bu esil an'analarimizga biz qanchalik varislik qila oldik? Hozir bizning oila tarbiyamizda ko'rilayotgan masalalar oz emas. Hammamiz qaqshaymiz. Ichimlik chekimlik, iste'mol qiluvchilarning sonining ko'payishi, yashining bargan sir kichiklashi, hatto erlarga xos qilmish sanalgan bu illatning qiz ayollarda ko'rilishi, axloqiy buzuqchilik, ajrashish nisbatining o'rlishi, sharmi hayo, mehr vafo ko'tarilib, kishilarga baxt tuyg'usining kamayib ketishini biz jahonning buzilib ketganligiga ortib qo'ya olmaymiz. Masalani hal qilishning 30 xil chorasi bo'lsa-mu, qo'rqinchoq odam uchun uniga yoqqan va tanlagan birdan-bir amal qetish bo'lganidek, barliq mas'uliyatni jamiyat itirib qo'ya olmaymiz. Biz ko'chaga tug'ilmagan, bizni jamiyat beqib cho'ng qilmadi. Bizning ko'z ochib ko'rganimiz oila bo'ldi. Biz tunji so'zni oilada qildik. Tunji tarbiyani, adab axloqni,
mehr muhabbatni oilada, ona parvishi, ota nasihatidan oldik. Oiladan olgan ashu xamir turish tarbiya bilan ondan jamiyatga, hayotga yuzlandik. Balam bir optalla balati. Jamiyatdagi yomon bolalarga aralashib qilib buzilib ketdi. Har qancha qilibmi gap anglatolmadik. Maktabdan chiqarib olaymikin? Zada mushundaq yerda yashagandikin deb qaqshayotgan onaga shundaq dedim. Yer yuzida mutlaq yaxshilik va go'zallik to'lgan jamiyat mavjud emas. Tashqi muhitning odamga muayyan ta'sir ko'rsatishi tabiiy, ammo u hargiz birlamchi omil emas. Agar siz aytgandek bo'lgan bo'lsa, bu jamiyatda yashagan hamma odam buzilib ketishi, birmi durust odam qolmasligi kerak. Lekin ochiq haqiqat shuki, maktabning, jamiyatning bolangizdagi ta'siri sizning ta'siringizdan ustun kelgan. Sizning tarbiyangiz bolaning qalbida yildiz tortolmag'achqa, bola sirtqi nachar xohish bilan uchrashganda, tarbiyaringiz bo'rondagi momkapdek tuzib ketgan. Oila tarbiyasining g'alabasi yoki mag'lubiyati dal mush yerdan boshlanadi. Oilaning roli dal bolalarda sirtning yomon ta'sirini o'ziga yaqin yo'latmaydigan ruhiy turg'on, ma'naviy fasil yasashda. Talabchan oila farzandlariga bergan aqida, mehr-muhabbat va tashqi muhitning foydasiz ta'siridan g'olib keladi. Mana bu oilaning muvaffaqiyati, ota-onaning g'alabasi. Bugungi Uyg'ur jamiyatidagi har bir masalaning sababini oldi bilan oiladan, ona bilan ota tarbiyasidan izlashga to'g'ri keldi. Shundaq, ayollarni tarbiyalamay turib, mukammal oiladan, yaramliq avloddan so'z ochqil bo'lmaydi. Ayollarni tarbiyalamay turib, bugunimiz va kelgusimizning sharafli batlarini ochqil bo'lmaydi. Mavjudlik og'ir savol aylanib, oldimizga qo'yilganda, bizga kerakki ayblash, qaqshash emas. Dabdabalik so'zlardan tuzilgan tashviqotma emas, balki bizga ko'zlagan nishonga yetishda qaysi yo'l bilan qandoq mengishni ko'rsatib berish. Bugun bizga eng zarur bo'layotgan qiz ayollar tarbiyasini qandoq elib berishni tuvandagi 5 nuqtaga yig'incha qildim. Ayollar tarbiyasi bizda faqatla ahamiyat berilmayotgan tema. Deyilgan taqdirdami yaltiroq shuar. Chiroyli gaplar dövsiga va yoki tillab qaqshash bilan abstrakt tushunchalarga to'lib ketgan. Konkret qadam bosqichlar ko'rsatib berilmagan. Mushundaq ahvolda men bayon qilgan bu nuqtalar qiz ayollarimizga bir to'g'ri nishonni ko'rsatib beralsa ajab emas.